Bundan 10 yil muqaddam Palermo degan g'aribgina koshonadan ko'zi moviy 23 yoshli Paulo Dybala ismli yigit Turin o'lkasiga o'zining ulkan umidlari ila ko'chib kelgandi. Bugun o'sha sodda yigitcha 33 yoshni qarshiladi. Dahshat, vaqt o'tishini qarang. Shu 10 yil ichida bu bolaning taqdiri har kimsa tomonidan har xil taxmin qilindi. Kimlardir Barselona darvozasiga Leoning ko'z o'nginasida dubl qilib, kataloniyaliklarni turnirdan quvgach bo'lajak Messi deyishdi. Qolgan vatandoshlaridan farqli o'laroq, chunki Dybala shu qadar nafis o'yinchi ediki, ungacha va undan keyin ham hech bir argentinalik Leoning izdoshi sifatida ko'rilmadi. Bu yerda gap ikkovi ham chapayoqli ekanligida emas, keyingi avlod vakili Paulo o'sha chapayoqni qay tarzda ishlata olganligida. Keyinchalik juda ko'p odamlar aynan shu solishtiruvni fonida Dybalani sindi deb o'ylashdi. Bo'lmagan gap. Aslida Paulo klub miqyosida Palermo bilan B Seriya chempioni, Juventus bilan 5 marta A Seriya chempioni, 4 marta Italiya Kubogi chempioni, 3 marta Italiya Kubogi sohibi, kamiga Juventusni 1 marta finalgacha yetaklagan, Argentina bilan finalissima va jahon chempioni, umumiy 13 ta kubok. Shaxsiy sovrinlar ham unda talaygina. 1 marta A Seriyaning eng yaxshi o'yinchisi, 2 marta Italiya chempionatining eng yaxshi assistenti, 1 marta Yevropaning ramziy jamoasiga kirgan, 1 marta Chempionlar Ligasining yil ramziy terma jamoasiga kirgan, 5 marta A Seriyaning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan, Italiya Super Kubogi tarixidagi eng yaxshi to'pura. Shaxsiy sovrinlar 16 ta va umumiy 31 ta yutuq. Yana qanday qilib bu bolani potensialini ko'rsata olmagan futbolchi sifatida ko'rish mumkin, hayronman. Qisqa qilib gapiraman. Paulo, tug'ilgan kuning bilan. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.